Barchaga salom do'stlar. Bugungi kunda S-400 havo mudofaa tizimi Kalashnikov avtomatlariga o'xshab juda mashhurdir. U hammani hayratda qoldiradi. Hatto Washington ham ushbu qurolga qiziqish bildirgan. Lekin albatta potensial xaridor sifatida emas, balki unga tahdid soluvchi qurollarni o'rganmoqchi bo'lgan harbiy raqib sifatida. Ko'pchilik muxlislarning talablariga binoan bugungi dasturimizni Rossiyaning S-400 zenit raketa majmuasi haqida tayyorlashga qaror qildik. Siz ham o'zingizni qiziqtirgan mavzular bo'yicha izohlarda yozib qoldiring va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, qani ketdik. Rossiya Federatsiyasidagi hujjatsiz bo'lgan yurtdoshlarimiz sizga ko'p yillik tajribaga ega mutaxassislarni taklif etamiz. Просрочный registratsiyani cho'zdirish, трудовой договор, NN, SNILS va boshqa turdagi hujjatlarni 100% qonuniy rasmiylashtirishingiz mumkin. Buning uchun ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Shubhasiz, Rossiyaning S-400 raketasi dunyodagi eng kuchli havo hujumlaridan mudofaa tizimlari qatoriga kiradi. Almaz Ante kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan uzoq va o'rta masofaga mo'ljallangan S-400 zenit raketa majmuasi 2007-yil aprel oyida foydalanishga topshirilgan. Aerokosmik hujumning barcha turlariga qarshi kurashish uchun mo'ljallangan ushbu tizim har qanday quruqlikdagi nishonlarni ham harbiy, ham fuqarolik maqsadlarida himoya qilish uchun mo'ljallangan. S-400 Moskva viloyati, Boltiq bo'yi, Uzoq Sharq va Rossiyaning janubiy osmonini himoya qiladi. NATO tomonidan bu hududlar hujum qilib bo'lmaydigan, ya'ni kirish taqiqlangan zona deb ataladi. O'zining tashqi ko'rinishi bo'yicha S-400 oldingi avlod vakili S-300 ga juda ham o'xshaydi. Bu o'xshashlik dushman qanday qurol bilan kurashishi kerakligini tushuna olmasligi uchun qilingan. S-400 Triumph havo mudofaa tizimining oldingi avlodi bilan solishtirganda u samaradorlikni 2 barobarga oshirishni ta'minlab, sezilarli darajada katta taktik va texnik imkoniyatlarga ega. Triumph bu kamida 5 turdagi raketalar yordamida ishlay oladigan yagona tizim bo'lib, kompleks ballistik va qanotli raketalar, qiruvchi, bombardimonchi va razvedka samolyotlari, shuningdek dron kabi havo nishonlarini kuzatish va ularga qarshi kurashish uchun mo'ljallangan. S-400 havo mudofaa tizimi ham aqlli tizim hisoblanadi. Uning radiolokatsion stansiyasi qaysi nishon o'ziniki, qaysi biri begona ekanligini aniqlashi, obyektning xavfsizlik darajasini hisoblab chiqishi va uning koordinatalarini qo'mondonlik va boshqaruv markaziga uzatishi mumkin. S-400 ilg'or texnika yutuqlari asosida yaratilgan bo'lib, barcha ish jarayonlari to'liq avtomatlashtirilgan. Nishonlarni aniqlash, kuzatish, taqsimlash, raketani nishonga yo'naltirish kompyuterlashtirilgan dastur tomonidan amalga oshiriladi. S-400 harakatlanish qobiliyatiga ega g'ildiraklar shassisiga o'rnatilgan. S-400 ning radiolokatsion stansiyasi va boshqa kuzatuv qurilmalari katta masofada amal qiladi. Tizimning radarlari 600 kilometrgacha bo'lgan masofadagi nishonni aniqlay oladi. Raketalarining uchish uzoqligi esa 400 kilometrgacha yetadi. Majmualar aniq ishlaydi. Ular bir vaqtning o'zida katta miqdordagi ehtimoliy nishonlarni, jumladan stealth texnologiyasini qo'llovchi obyektlarni kuzata oladi. Raketasining maksimal tezligi 4.8 km/soatni tashkil qiladi. Taktik ballistik nishonlarni yo'q qilish uchun maksimal masofa 60 km bo'lib, kompleksni qayta o'qlash uchun 5 daqiqadan 10 daqiqagacha vaqt ketadi. Boshqa hamkasblaridan farqli o'laroq, S-400 tizimi raketani vertikal ravishda sovuq uchirish tizimidan foydalanadi. Ya'ni asosiy dvigatelni ishga tushirishdan avval 30 metrdan ortiq balandlikka uchiradi. Ushbu ko'tarilish paytida raketa gaz dinamik tizimi yordamida nishon tomon egiladi. Keyin esa asosiy dvigatel ishga tushiriladi. Agarda nishonni yo'q qilish nuqtasi oldida intensiv manyovr talab etilsa, raketa super manyovr rejimini amalga oshirishga qodir. Birinchi marotaba S-400 ning sinovi 2007-yil yozida Kapustin poligonida amalga oshirilgan. O'shanda soatiga 2800 km tezlikda harakatlanayotgan nishon muvaffaqiyatli yo'q qilingan.
Rossiyaning S-400 zenit raketa majmualari yuqori texnologik qurol bo'lib, uning imkoniyatlari boshqa davlatlarni ham o'ziga jalb qiladi. Turkiya Rossiyadan 2 milliard dollarlik S-400 qurollarini sotib olgan. Kelishuvga muvofiq Anqara Rossiyaga kompleksning 4 ta bo'linmasini yetkazgan. Amerikaning Air Force Times nashri mualliflari turk harbiylarini S-400 va F-35 bilan birgalikda foydalanishidan xavotir bildirishgan. Bu esa F-35 qiruvchilarining maxfiy texnologiyalarini oshkor etilishiga olib kelishi mumkin. Buning natijasida Amerika samolyotlari o'z samaradorligini mutlaqo yo'qotadi. Turkiyadan tashqari Xitoy va Hindiston ham ushbu havo hujumidan mudofaa tizimlaridan foydalanib kelmoqda. Bugungi kunda S-400 havo mudofaa tizimi o'zidan avvalgilaridan 2 barobar ko'proq ustunlikka ega. Ushbu zenit raketa tizimining qo'mondonlik punkti uni har qanday havo hujumidan mudofaa tizimining boshqaruv tuzilmasi bilan birlashtira oladi. Qadrli do'stlar, mana shuning bilan bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha